Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bu sabah, ya'ni bu sahar men xabar ko'rsam, Amerikaning prezidenti Donald Trump o'tgan haftaning 4-kuni, ya'ni 4-oyning 30-kuni mundaq bir farmonga imzo qo'yibdi. Amerikada pensiya hisoboti bo'lmagan, ya'ni pensiyaligi uchun pul qo'yolmagan odamlarningki hisob ichib, ya'ni pensiyaga hisob ichib pul qo'yishiga rag'bat beradigan bir farmonga imzo qo'yibdi. Bu nima deganlik buni ozroq tushuntirishga to'g'ri keladi. Chunki mening bu kanalimning birinchi, ikkinchi leksiyalari dal shu pensiya puliga diqqat qilish haqidagi tavsiya bilan boshlangan. Buningdan 5 yil muqaddam ko'pchilikning esida bo'lsa, ya'ni anglovchilarning esida bo'lsa. 2025-yildagi bir qatimliq Amerikadagi ommaviy siyosat tadqiqot institutining bir tashkilotininki tadqiqotga qaragan vaqtda Amerikada 56 million odam pensiyaligi uchun ishni qo'ymabdi. 401k deydigan o pensiyalik hisobotida pul va odamlarninki, ya'ni hisoboti bor odamlarning ichida o'ttircha, ya'ni butun omonat pensiyalik uchun pul qo'ygan odamlarninki o'ttircha hisobotida qancha pul bor ekan desanglar, $168,000 bor ekan. Bu deganlik 1 millionlab, 2 millionlab, 3 millionlab puli bor odamlar, ya'ni ular necha persent bo'ladi? Az sonlik bu odamlarninki shu pulning qiymati bilan endi pensiyalik uchun pul qo'yishga boshlagan hisobotida $5,000, $6,000 bo'lgan odamlarning hammasini qo'shib shu songa bo'lib berganda chiqadigan narsa o'rtacha qiymat degan. Ya'ni o'rtacha qiymati 168 ming ekan shu pensiyaligi uchun 401k da hisob ochgan kishilarning o'rtacha puli, ya'ni pensiyalik puli $168,000 ekan. O'ttirdagi cho'g'i desa, o'ttirdagi qimmat qancha desa, ya'ni shu 401k hisob ochgan odamlarning 50%ninki omonat qo'ygan puli $44,000 dan tuvan ekan, 50%ning $44,000 dan yuqori ekan. Shunga shu 56 million odamning hech qanday hisoboti yo'q ekan. Bu odamlarning ko'pinchisi o'z oldiga tijorat qilgan, tijorat boshlagan, butun kunlik ishlasimi to'xtamli ishlaydigan, ya'ni mustaqil ishlaydigan, ma'lum bir shirkat uchun ishlamaydigan, anandan keyin part time deb qo'yamiz, kunlik, yarim kunlik ishlaydigan shunday kishilardan tark topgan ekan. Chunki bu kishilarning ishlagan shirkatlari bu odamlarning pensiya pul hisoboti ichiga nisbatan hech qanday bir qo'llash bo'lmaganlikdan bular o'z oldiga berib bu hisobni ochmagan, bilmaganlikdan ochmagan, ham ba'zilarining kirimi tuvarak bo'lganlikdan ochmagan, ba'zilarining kirimi yuqori bo'lsa-mu, bu xil ahvollarni bilmaganlikdan, uning foydasining qanday bo'lganligini to'nib yetmaganlikdan ochmagan. Bunun natijasida oxirgi hisobda kim biroz mushkulroq kunga qoladi degan vaqtda pensiyalik uchun pul qo'ymagan odamlar mushkulroq holga qoladi. U mantiqliq ish, chunki siz agar etingizga urib chashmasangiz ochliq bo'lmaydi, ziroat bo'lmaydi, ochliq bo'lmaydi degan gap. Giz kelgan vaqtda, o'solgan vaqtda hech nima yo'q degan gap. Shunga mushularni ko'zda tutib, Prezident Trump o'tgan yili, bu yil 2025-yil 2-oyda davlat ishlar dokladini bergan vaqtda yil bir qatim berdi. Shu xil ideyani o'tirib qo'yib o'tgan ekan, ya'ni pensiyaligi uchun hisob ocholmaydigan kishilarga hisob ichish fursatini yaratamiz degan. Endi ma'ni shuni amallashtiryotdi degan gap. Ya'ni farmon orqali. Ya'ni 2027-yil 1-oyning 1-kunidan boshlab
Trump.ira.gov deydigan bir tor beti rasmiy ishga tushidi ekan. Albatta buningga adam oladigan gap, moliya xarajat bo'ladigan gap aylantirish uchun. Buning pulini G'azini ministerligi chiqargan gap. Xo'sh, endi kishilar bu hisobotni echib pensiyalik pul qo'ygan vaqtda hukumat mayli siz yiliga 500 ni qo'ying, 5 mingni qo'ying yoki 15 mingni qo'ying. Hukumat mushu hisobni ochgandan keyin yiliga $1000 sizga qo'shab berdi ekan degan gap. Agar siz hech qanday hisob ochmasangiz, $1000 quruq qolasiz degan gap. Bu ham yana ko'pincha sayyora eglikda tijorat qilayotgan kishilarga bak tushidi. Sayyora eglikda tijorat qilayotgan, ya'ni ish bo'lsa qiladigan, bo'lmasa qilmaydigan, ish bo'lgan vaqtda idoralari yoki shirkatlar chaqiradigan, ammo ular bu xizmatchilarga maoshlar beradigan, balki ozroq ijtimoiy sug'urtasining pulini to'lab beradi, lekin salomat sug'urtasini to'lab bermaydi, pensiya puliga pul qo'shab bermaydigan. Xo'sh. Endi bu Prezident Trumpning bu qiyig'ini bir yaxshi ish. Bu bir yaxshi ish. Ya'ni shuni foydalansa odamlar ularga foydasi tegadigan bir yaxshi ish. Chunki odam degan hamon yashanadi, agar umri uzun bo'lsa, Alloh umrini uzun qilsa, har bandasining yashagan vaqtda odam ikki xil narsaga duch keladigan gap. Birisi sog'lomlik masalasi. Ya'ni yoshlikdagi qaddi qomat, husn jamoldan ketadigan gap. Kasal o'lishidi, cho'g'lishidi. O chaqda davolanishga ehtiyoj tushadigan gap. Salomatlik sug'urtasi kerak bo'lgan gap. Bu to'g'risida azroq to'xtalib o'tdim keyin. Undan yana birisi iqtisodiy jihatda, ya'ni o'zining chiqimlarini qamdash uchun muayyan bir moddiy kuch bo'lishi kerak. Yashangandan keyin pensiyaga chiqqandan keyin agar pensiya pul qo'ymagan bo'lsa, maosh to'xtaydi degan gap. Social security, ya'ni ijtimoiy sug'urtadan keladigan pul yetarli emas. Shunga Amerikada kishilar, ya'ni idora jamiyatlarda ishlaydigan kishilar xizmatga borgan vaqtda yoki xizmat uchun ko'rishga borgan vaqtda odam oladigan o'rinlarningki kishilari deydi. Jalb qilish uchun agar shu odam yaragan bo'lsa, biz uchun ishlasangiz ta'minotingiz yaxshi bo'ladi. Masalan, birsi salomat sug'urtasi va 23 kun dam olish kuningiz va bir yilda ham yana pensiya pulingizga 6% yoki 10% match qilib qo'shib beramiz deydi. Bu deganlik nima? Agar sizning maoshingiz $100,000 bo'lsa, $100,000ning dastlabki $10,000ni siz pensiya puliga ayirsangiz, pre-tax deb, ya'ni boj to'lashdan burun. Sizdan keyingi 90 ming siz boj to'lagan vaqtda keyingi 90 mingni asos qilib to'laysiz. $10,000 boj to'lamaysiz. Bu $10,000 qo'yganligingiz uchun uning birinchi, ya'ni 6% gacha mash qilamiz desa, birinchi 3% 100% mash qilamiz, ikkinchi 3% ga 50% mash qilamiz desa, $10,000'ninki $100,000'ning dastlabki 3% 3,000 qo'y, keyingi 3%ning 50% 1,500 qo'y. $4,500 pulni, siz $10,000 pulni pensiyaligingiz uchun qo'yganligingiz uchun idorangiz $4,500 berdi degan gap. Endi yana bir yilni siz kolada qo'ydi, cost of living adjustment. Sizning maoshingizni 3% ya 5% o'stirib qolsa, yana o'xshash shaklda match qiladi. Ya'ni yildan yilga sizning pensiya puli qo'yib mangan pulingiz ortib mangadi. Agar 28 yoki 30 yoshda siz mush ishni davomlashtirsangiz, pensiyaga chiqquncha 30 necha yil qiysangiz, har yili o'zingiz qo'ygan $10,000, uning eshib mangan qismi, andan keyin idoraning match qilib bagini, uni qo'shilib pensiyaga chiqqan vaqtda siz pensiya ishiga yetgan vaqtda siz baxudak milliondan jiq pulingiz bo'ldi degan. Bu chaqda ijtimoiy sug'urtadan keladigan bir pulingiz bo'ldi.
4000 bilan 5000 atrofida oyda. Andan keyin mau 401k degan ma'nodan keladigan pulingiz bo'ldi. Undan sirt yana IRA deydigan bir akkant var. Ama Trump apandan ta'vatqan shu IRA deydigan individual retirement akkanda qo'ydi. Xususlarninki pensiyalik hisoboti deydi. Ondan keladigan azroq pulingiz bo'ldi. Men shu 401k, 403b IRA deganlar to'g'risida burun leksiyalarimda tushuncha bergan, shuni to'xtalib o'tmayman, lekin bugun chiqib so'zlab qilishim, so'zlab berishim ko'pchilikninki, hamda men kanalning ko'pchilik foydasi bo'lsin deyman. Bu sayyoralikda bo'lib, sayyoralikda ishlayotgan kishilar, o'zalli xo'jayin bo'lib ishlayotgan yoki bo'lmasa boshqalar ishlayotgan, ammo boshqa idorasi pensiyalik uchun pul qo'yib bermagan qarindoshlar cho'qim kelar yil 1-oyning 1-kuni shu uchurga diqqat qilib pensiyalik uchun hisobot ichib, hukumat bergan $1000 olib, o'zi ishini sichiqroq pul qo'yib mangsa, pensiya ishiga yetgan vaqtda Xudoyim buyursa nisbatan muhtojlikdan xoli yashalaydi deb o'ylayman men. Xo'sh. Bu qiyrilik, yashinish, bu odamlarning qalbisiga kelgan ish. Men atishda to'liq o'tirning 1-yilida o'qiyotgan chog'da bir madaniyat san'at faoliyatida, bir madaniyat san'at faoliyatida To'xtakam deydigan bir shoir adam shunday bir she'r o'qiganti, bir ikki misrasi esimda qolibdi. Qo'y qiyrilik esilmay tur pashlarimga, qo'rqoq solmay mazmut turgan tanlarimga deydigan. Ashunday bu odam ajab bir yoshlam turdi. Bu qiyrilik peshimga esiladi debdi ya, bu yoshlam tursa deb. Shu odam hamda o'ylasam hamda shu odam shu chaqlarda mening hozirgi ishim dekanda. Shu chaqda biz ballaydik. Yoshligimga qadam qo'ymagan 15 yoshlik ballaydik-da. Şuna vaqt degan shundaqlarman hamdan. Shunaq qilganda chaqmaqdaklar chiqib keladi ekan. Yoshlik chaqmaqsan chiqib o'chsan deganga o'xshash chiqib ketadi ekan mana. Ammo keyingi kunda odam muhtojlikda qolmaslik uchun tilaydiğiniz Allohdan tilaydiğiniz bandini, ay Xudo Allah bandiga muhtoj qilmag'aysa meni deymiz-ku. Şu muhtoj bo'lmasligimiz uchun o'zimizning taqdirining to'mirchisi o'zimiz deb qo'ydigan gaplarimiz bor. Bu deganlik nima desa, tanlashtirimizga mas'uliyatchilikla muomala qilishimiz yaxshi, hayot yaxshi tanlash qilishimiz yaxshi degan gap. Ya'ni mushu xil mesela pensiya masalasiga, mushu masalaga yoshligimizda turib, yiroqqa boqqanimizda Xudoyim umrimizni bersa, sog' salomat masalan yashansak, sağlamlık jihatda masalan og'riq siyliq tatib qolamiz. U chaqda idora yo'q bizning salomatlik sug'urtamizni ko'tarib beradigan. U chaqda qanday qilamiz desak 65 yoshda biz shu Amerikaninki ommaviy sug'urtasiga tushimiz, sog'lomlik sug'urtasiga tushimiz, Medicare'ga tushimiz 65 yoshga borgan vaqtda. U asosan shu masalani hal qildi, ammo iqtisodiy jihatda ijtimoiy sug'urta, social security'dan kelgan pul bilan baxtda yashayolmaymiz. Shunga qo'shimcha yondosh holda 401k deydigan narsaga hisobot ichib, uni pul qo'yishimiz kerak. Bu employer based deymiz buni. Ya'ni defined contributions deymiz. Ya'ni xizmatchimi ozroq pulni qo'shidi. Masalan, $100,000 10% deman qo'yma. Idora onunğa otur hesap bilan 6% məşq verir. Birinci 3%, 100%, ikinci 3%'ge 50% degan o'xshash. Şun idarəmi qo'shab berdim. Men mi qo'yma? Anandan keyin idaradagi xizmatchi degan bizning idarada 8-10 ming odam ishlaymiz. Shu hammalarning pulini opirib bir maxsus pension fondi boshqaradigan pul muomala organlari bor, muassasalari bor. Shularga berdi ular. Şular bunu aylandırdı degan gap. Shular boshqarib turdi. Azroq management fi boshqarish haqqi ilib. Bekarlik yo'q. O degani $100 million pul. Bizning idoraning milliardlar ashunaq. Ash pullarni ular mablag'li shirkatlar aylandıradigan gap. Pul muomala bozorida. Men
u to'g'risida shu pensiya pul qo'yish, u bu to'g'risida pul muomalaga mablag' silish degan kitobimda tafsiliy so'zlagan. Shunga idora jamiyatlarga ishlaydigan markaziy hukumatga federal, state, bundaq har darajalik yuqoridan tuvangacha hukumat qatlamlarida ishlaydiganlarningki bu jihatdagi ommaviy sug'urtasi kapolatga ega. Ammo xususiy shirkatlarga ishlaydiganlarning 401 K deydigan hisobot açmasak bo'lmaydi. Agar non-profit, yani g'ayri foyda, yani foydalashni asos qilmagan idora jamiyatlarga ishlaydiganlarningki 403B deydi. Shularga o'zimiz pul qo'yib olmasak bo'lmaydi. Undan sirt yana IRA deydi, retirement account deb. Buni bu to'g'ri so'zlaganligim uchun qayta takrorlamayman. Ama şu 401K, 403B to'g'risida azroq bir to'xtalib o'tay. Bu xil şu hozirgi zamonaviy pensiya tuzumininkki zamonaviysining maydonga kelgan o'rni vaqti 1889 yili Germaniya, ya'ni Otto von Bismarckning vaqtida Germaniyada boshlangan. Amerikada 1929 yili iqtisodiy bo'hron yuz bergandan keyin shu vaqtda biz buni kitoblardan o'qiymiz, hujjatli filmlardan ko'ramiz. 1929 yildan 1933 yilda Wall Street'te paychaklar shundan tushib ketib, nurg'un kishilar ayni vaqtda paychak mablag' solgan shirkatlar, shaxslar, nurg'un boylar, bular ba'zilari halok bo'lgan, ba'zilari o'zlarini o'tirib olgan, qiyrilar och qolgan. Ashunaq bir qo'rqinchli ahvol manzara borliq kelgan. Shu vaqtda Amerika hukumatı aralashib, iqtisodiy jihatni aytgan vaqtda shundan keyin Keynesninki makrolog iqtisod ilmi maydonga keldi, hukumat iqtisodga aralashish kerak deb. Iqtisodga yana bir aralashishni nima desa, shu yashanganlarning yashangan vaqtda xor zar bo'lib qolmasligi uchun hukumat ularga muqim sommada bir maosh bermasa bo'lmaydi ekan deb, şu hozir biz ko'rayotgan ijtimoiy sug'urtaning homilasi shu 1930-yildagi iqtisodiy bo'hrondan keyin shakllangan. 1800 Lincolnning nutqini o'qigan qarindoshlar ufqida 1863-yilda Amerikaning ichki urush mezgilida Abraham Lincoln, Amerikaning shu vaqtdagi prezidenti, Gettysburg nutqida shunday bir so'zi bor. Government of the people, by the people, for the people deb. Yani demokratiya degan shu. Xalq o'zining bu xalqning davlati, xalqning davlatini xalq qurgan, xalqning davlati xalq uchun ishlaydi degan gap. O bir g'oyaviy qarash, o qarashning reallikni ifodasini tepish uchun shunday konkretni omillar maydonga kelish kerak. Shunga ijtimoiy sug'urta tuzumining 1930-yildan boshlab yo'l qo'yilishi va undan keyin Medicare sistemasininki Medicaid, Medicare deydigan bu xil tuzumlarning barliq kelishi Amerika jamiyatida nisbatan muayyan bir ijtimoiy odillikning barpo bo'lishiga yaxshi asos solgan. Biz deyotgan 401K, 403B degan bu 1980-yillardagi yangi turlar. Ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan keyin Ikkinchi dunyo urushidan keyin toki 1970-yilgacha shu vaqtda O'rta Sharqda urush bo'lib, neftning baholarida o'zgarish bo'lib, iqtisod kasatlashgan. Shu chaqgacha Amerikaningki iqtisodiy rivoj gullangan Ikkinchi dunyo urushidan keyin. Zavodlar nəhayət tərəqqi qilgan, zavodlar uchun nəhayət başlasızı sanat həmmisi az güllangan shirkatlar, cho'ng shirkatlar pensiya pullarini beradigan. O chaqda kishilar zavodlarda, shirkatlarda ishlasa, pensiyaga chiqqandan keyin shu shirkatlarga o'rinlarga ishlagan yil soni qarab turib, ularga muqim pensiya pul bergan deb o'ylab ketmoqchi. Ammo 1970-yillardan keyin 1980-yillargacha bo'lgan ahvolda shu bir 10 yil ichida yana jiq tavrinish bo'ldi. Neft bahosida andan keyin dollarni oltinga tegishtirdigan dollarni o sistemni amaldan qoldirdi Nixonning vaqtida. Shunaqa X-bas bo'lib ketib pul muomala sistemasiga bir davolg'ish keldi. Ashuna vaqtda ba'zi shirkatlar vayron bo'lib ketdi. Vayron bo'lib ketgandan keyin yana
bir ömür şirket işleseniz, şirket vayron bo'lib pensiya pulini kim berdi? Şuna bu xil masalaning oldini olish uchun 1980-yili parlament yana qonun loyihalab, 401K, 403B degan narsalarni barliqqa keltirdi. Bu shu xil qonunlar shu ma'lum bir moddalardan ilingan. Ma'lum bir qonunning manchinchi moddasi 401 K moddasida manda deyilgan deganga o'xshash. Shuni bilan atalgan. Yana buningda xizmatchilar employer based xizmatchilar sizning pensiya pulingizga xizmatchining pensiya puliga muayyan pul qo'shadi. Xizmatchimi o'zininki pulidan elib pensiya puli pul qo'ydi deb ikki tarafdan moslashadi degan gap. Ama bunun köpünü o'zingiz qo'ysiz. Bu o'zgarib turdi. 50 yoshgacha, 50 yoshga kirgach, 50 yoshdan tuvanlar 25 yosh bilan pensiya xizmatga chiqib, 22 yoshda oliy maktabdan bitirib xizmat chiqsangiz, 22 yoshdan tortib 50 yoshgacha bo'lganlikda bir yilda eng jiq qo'ya oladigan pulingiz $24,500 2026-yili. 50 yoshdan oshgandan keyin sizga yana $8,000 jiqroq qo'ysangiz bo'ldi. Individual retirement account deydi. Bunda maaşınız yuqori bo'lsa, kirimingiz ma'lum bir chekni ishib ketganligi uchun, masalan, $150,000 ishib ketsangiz, hech nima qo'yamaysiz. Agar 10dan tuvan bo'lsa, yana ayrim 8,000 bu yil $8,600 qo'ysangiz bo'ldi deymi? Ya 7,500 ni qo'ysangiz bo'ldi. Andan 50 yoshdan oshsangiz 8,100 ni qo'ysangiz bo'ldi degan. Bularning butunlay maqsad nima desa, hozirgi iste'molingizni azroq qıssanız, keyin yaşangan vaqtda yaxshiroq bayroq yashaysiz degan gapdan iborat. Andan keyin yana bir ish. Odamlar yoshlik davrida bir mazgil bundaq alaqa 24 ming qo'yamay, 24 ming 500 qo'yamay demishqa desa, o'qish pulini to'lamasa bo'lmaydi, kredit kartining innovativ kartasining qarzini to'lamasa bo'lmaydi, education loan'ni to'lamasa bo'lmaydi, shunda xonadagi ijara to'lamasa bo'lmaydi va kaza. Maşının soğurtusunu tölemesi olmaydı, maşinamız olmaydı ve kızı. Şuna olsun o adamlar yani idarenin match'ni qo'ldan berib qo'ymaydi deb 5,000dan, 3,000dan, 4,000dan qo'yib qo'ydi. Shu birinchi leksiyani olgandan keyin men bir necha Uyg'ur qarindoshlardan oldim, endi singillardan. Shu leksiyaringizni olgandan keyin biz shuna arayal pul qo'yig'li, tug'an to'q xili olib qoldi bir necha yilda deb. Xo'sh. Çünkü nimishqa deganda bu pul muomala bozorga tushadi. Pul muomala bozorga tushadi. Pul muomala kapital bozorga tushadi. Pul muomala bozorda aylandi degan gap. Jug'lanma ta'siri nihoyat muhim. Men jug'lanma ta'siriga sal qaramaslik kerak deydigan bir yozmam bor. 4-kitobimda shu gaplar bor. 4-kitobimda kichiklikda buyuklik deganda bu Albert Einstein compounding interest deganda, jug'lanma o'sim deganda nima degandisi? Eighth wonder of the world degan dunyodagi 8-mo'jiza degan. Buni Charlie Munger, Warren Buffettga o'xshash pul muomala bozorining do'konlari bular to'la takrorlaydi ko'pchilik. Yani bu nima desa, tama ko'lvolar degan gap bizning tilimizdagi. Tama ko'lvolar degan gap. Shunga bugunlik nimamizni, iste'molimizni azroq qisish badliga, ashamchilik cho'ng'ishlik qilmay azroqdan yig'ib mangsak, uzun yilda jiq pul bo'lib qoladi degan gap. Shunga men buni alayda taklifim kelib qoldi. Andan keyin dunyo bak o'zgarib ketmiş yarim asrning ichida. Buningdan 2 asr ilgari butun qit'alarda dunyolar o'rtasida adamlarning moddiy turmushida farqlar pek jiq yo'q. Masalan, Angliyada farmatsiyasi barliq keldi, temir yo'l va zavod fabrik va degan bilan ama Marksning Kapital degan kitoblarida shu chog'dagi ahvoldagi echinishlik ahvollarni tasvirlagan tasvirlar bor. Balishchilarni ishlatgan, o'zini ishlatgan, oz pul olgan, ekspluatatsiya qilgan degan gap. U xil bayonlarning reallikdan ilingan. Uni men Harvarddagi, Cambridge universitetidagi Harvarddagi professordan so'rasam, shular muayyan ideologiyani asos qilib Karl Marx burjazlarga o'ch bo'lganligi uchun ashuna yozamoqsam, ya, u reallik shu chog'dagi deydi.
Ya da realda shundaq ishlar bo'lg'achqa keyin mana 8 soat ish tuzumi, haftada bir kun dam oladigan, 2 kun dam oladigan, ishchilarning huquqini qo'g'daydigan union deydigan, ya'ni ishchilar birlashmasi, anandan keyin ishchilar uyushmasi, salomatlik sug'urtasi deydigan narsalar barliq kelgan. Bir tayoqdan men ne deyip etmesi kerak degan bir gapni qilgani esimda bor. Mana. Xo'sh. Endi şoňaýlyky 1890 ýyllardaki barlyk kelgen sarang kızçak degan çöçeklerning asasy var. Şu wagtky çöçek bolsa, şu jagtky reallyk. Han Anderson'ның çöçekleri. Yani bu Norvegiýalik ýazgyçy go, şu çagda mana hazır Norvegiýalar bay döwletleriniň birisi. 100 ýyl burun kiçik balalar açlıktan, yoksuzluktan, namratlıktan aşınaq köçüp toňlap ölüp kalgan işler bolgan men gep. Ama 50 ýylyň içinde dünya bäk taraqqy kıldy, baglanıp ketdi bir-biri bilen hem maddi jähati jyk ýükseliş bar. Darhaqiqatdan etirap kılış gerek. Maddi jähati ýükseliş bar. 20-30 ýylyň içindeki maddi jähati ýükseliş bar. Ani şunuňga ägişip kişileriňki ozuqlyk ýaxşy, dawalaş ýaxşy, dawalanyş ýaxşy, turmuş şaraýaty ýaxşylangan uzurak ömür gördiň gep. Hatta adamlarning turwatgan öýüge işletken materiallar, turwatgan öýüniň çoňçyligi qarap turupmy, olaryň saglamlyky uzun ömür görüşige täsir gösterýän amyllar ne ıhsaşnaslar tadqiq çykkan. Yani öýüňiz käňrek öýde ýaşasaňyz malum kesel bolmaýsyz ýa-ki az bolsyz degenge okşaş. Hatta öýüniň içinde tazlyk öýüniň boluşy ýa-ki jirakda boluşynyň saglamlykka täsiri barlygyny kişiler ıhsaşnaslar şunda tadqiq çykkan. Ana vaksinaның barlyk gelişi, anandan keyin bakteriyaga karşı dorilarninki barlyk gelişi pensilinge okşaş. Kişilerniň haýatyny uzartdy. Hem hazır adamlar uzurak ýaşaýdy, lekin bir iş burun yeziglikni asas kılgan maksatda aile sany jyhrak, balla, wapadar balla ata-analara ýaşanyp emgek güçden kalgan wagtda olaryny kütüp aldyn habar algan bilen elik gep bika çykmaýdy Uýgurlarda. Bir ata-ana, bir jup ata-ana 9 balany bakalaydy. 9 bala bir jup atany ýaxşy bakamaýdy diýen bir geplerni anlygyn mesin basyldy anlagam menençe. Nimäşe bakamaýdy? Ýaşagan wagtda adam küçüden kaldygan gep, emgek küçüden kaldygan gep, saglamlyk kütnüşke ihtiýaji bar. Agrydy, kesel bolgançak doktorga aparagan gep, çykym buludy. Diýen bekişi bar. Endi hazırçı dese bunu hazır körsüler Amerikada, Kanadada, Japonyada, şu Avropada ýaşap atkanlar. Şäherleşip ketdi. Ata-ana nopos, aile sany burunqydek çoň emas. Kişilerniň jykwasy 3 balasy bar, ýa 2 ýa 1. Anandan keyin o balalar okuş bitegenden keyin ata-ana bilen birle oturmaýdy, uýak bu ýak ketidi. Eşnaq. Bu kişilerininki yaşlanıp atkan kişilerden bununkin oşu işler man köräwatmy yaşangan çagda perzentlerim bek hypylamaýken çünki onuň öýü boldy, onuň balasy boldy, onuň karmasy bolmaýdy diýen bu haýatnyň özgürçlük maýan besimler bolgandan keyin meniň beşimde ötken bunu jugulap galmaý dep adamlar şundaq işlerini oýlaýdygan gep. Pensiýalyk pul goýuş, tirişip işläş, aşampory bolmaslyk, amal wa şunda halka goşumçy krem kıldygan, bir hyzmat, ýani maslahatçylyk, ýani o bo diýen okşaş işlerini kıldygan. Anandan keyin öz ýaşap atkan jemgyýetlerdeki bazany düşünüş. Aşpaz çömüş tutgan adam açkanmaganga okşaş, baza bilen äpleşken adamnyň ykdysady ahwaly çokum ýaxşy boldy. Mutlak bolmasyn, baza bilen hoş ýok adam kırgan wagtda ýaxşyrak bolar. Şu sebepden men emmelengi Allah ähmiýetlik ömür, uzun ömür bersin. Namrat bolup galmaýly, namratlyk bir zulüm. Bunu ezelden täkidlep kelmen, namrat bolup kılışma bir zulüm, adam zulüm çekendeki iş. Bunu ýok kılıç gerek. Bunu özümizdenki
kuchiga, aqli irodasiga, aqliga tayinib, tirishchilikka tayinib yo'q qilib o'talaymiz. Ya'ni ochko'zlik bilan qanoatning o'tirisida ma'lum bir nuqtani qabul qila oladigan. Bak ochko'zlik kelsak ham olmaydi. O'chal xo'shallikni yo'q deb qo'yamiz. Seneca deganga o'xshash. Who is happy, who is content degan bir gap bor. Kim xo'shal? Qanoatchan adam. Qanoatchan bo'lib ketib, yana tirishmasak bo'lmaydi. Shunga qanoatchanlik bilan ochko'zlikning o'tirisida, agar bak ochko'z bo'lib ketsak, hamma ishda foydalanamiz deb o'ylasak, xotirjamligimiz yo'qaydi. Ömrümüz qisqalab qoldi, bu aniq. Ammo tanlashlarimizni yaxshi qilsak, o'zimiz yashayotgan sharoitning boy tuzumi, sayyat tuzumi, salomat sug'ur tuzumi, shu pul muomala bozorini yaxshi tushunsak, bajni oz to'lash orqali, ya'ni tax shelter deb qo'yamiz. Tax shelter money deb qo'yamiz. Ma'ni pensiya pul qo'yishni, 401 ga pul qo'yishni tax shelter money deb qo'yamiz. 403 B ga pul qo'yishni bajdan qutulib qoladigan usul deymiz. Benjamin Franklin gapi bor. Death and the tax are certain yoki inescapable deydi. O'lim bilan bajdan shu Boston, shu Massachusetts olib yashagan odam bu. Siyosat, diplomat, kashfiyotchi, shunday mutafakkur odam. Shunday gapi bor. O'lim bilan bajdan qochib qutulib olmaydi Amerikada deb. Qutulib olmaydi. Bu baj. Lekin shunday bo'lsa-mu, shu qanday qilib qonuniy shakl bilan pulni bajni ozlash orqali keyingi hayotimizga nisbatan ozroq moddiy asosni yaxshi solamiz, yo'lni yaxshi solamiz degan vaqtda shu mayli 401 K olsun, 403 B olsun va yoki Trump apandin farmon tushagan shu pensiya hisoboti bo'lmagan, pensiyalik hisoboti bo'lmagan kishilarga $1000 qo'shib beradigan, yilda $1000 qo'shib beradigan, kelar yili 1-oyning 1-kunidan boshlab ijro qilinadigan shu turni bilish kerak, tushunish kerak, hisobni cho'qim etish kerak qarindoshlar. Bu sayyoralikda yashayotganlar qarindoshlar. Agar siz hech qanday hisob ochmasangiz, hech qanday pul qo'ymasangiz, $1000 ololmaysiz degan gap. Shu mana bu yilning 20 tugab qolaydi-da. Vaqtni aytib tuzatyapti-da. Kelar yil 1-oy birdamda keldi. Shuni aytib sagakolab Trump apandi pensiyalik pul ochmaganlarni no'qib qo'ydi. Bu no'qishni aytib o'yim. Aqlli sharatni dang juvaldiriz deydi-ku. Pensiyalik pul qo'yganlar deb. Shuni cho'qim bir diqqat qilaylik qarindoshlar. Qo'yini olsa, qo'nchiq shudi. Hammalarning boy, sog'lom yashashinglarga tilakdoshman. Rahmat.